Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Biz Andijon viloyatida Fayzli xonadonlar biridamiz. Ushbu ishda Qutbin aka usta bitkazib, shunday fayzli bo'lishiga sababchi bo'ldi. Qutbin aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Sonlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Siz Ko'rishganimizdan xursandmiz. rahmat o'zingizga. Hop, aka, bu ishlarda mana necha kvadrat ketdi, shu kuzatuvchilarga foydali ma'lumot bo'lishi uchun hammasini bir chekkadan aytib bersangiz. Misol uchun bu qayerda g'ishi? Aka bu Samarqanddan keldi bu g'ish. Hop, 1 kvadratiga nechta ketadi? 68 ta ketyapti 1 kvadratiga. Razmeri necha? Razmeri 23,5 ga 6 ga 5,5. Uzunligi 23,5, Aha. balandligi 6, Ha. Eniga 5,5. 5,5 sm. Hop, rastvor shoplari necha bo'lgan? Shoplari 0,8 bo'lgan aka. 0,8 a. Orqasiga beton rastvor qo'yilgan, qo'yilmaganmi? O'zini loylar bilan to'ldirib ketdik buni. Lekin bu chiqarilgan gullarning orqasiga rastvor solingan. O'sha betondan qo'yganmiz, ancha-muncha joylari polni. Bo'rtib chiqqan. Ha, bo'rtib chiqqan joylarga beton qo'yganmiz. Uyda egasi o'zi tavsiya berdimi yo o'zingiz shunaqa dizaynda? Yo'q, men o'zim buni orqa tomoni oddiy prostoy oddiy g'ishtda bu. Aha. O'zimiz adirda pishgan g'ishtni hisobiga makam ushasin deb beton qo'yib yubordik orqasiga, shu gullarning orqasiga. Aha. Makam ushash uchun. Demoqchi bo'lganim endi bu uzoqroq turgan narsa, qadimiy narsa, shunga olib polni qo'yib yuborganmiz, xudo xolasa. Rastvor quyganingizda sho'r chiqyaptimi tashqariga? U sho'r g'ishtnikimi yo rastvornikimi? Aka bu sho'r masalan o'zimiz sementimizdan bor-da, ancha-muncha chiqadi, lekin g'ishtda ham bor u. Lekin sementda ham bor aka bu narsa. Aha. Lekin mana hozir qurib o'zini holatiga kelib qolgan. Bo'ldi, xudo xolasa bundan chiqmaydi sho'r. Nimaga? Mayamiz qurib bitmagan hali bu. Bu navest Ha, taydaligi navesi uchun bo'lganligi uchun sho'rlari hali bir to'kilib ulgurmagan. to'kilib kelmadi bu Yosh hali. tegan joylari уже to'kilib yo'q bo'lib ketdi. Bu vaqtinchalik sho'r. Ha, Mana shu rastvornik chiqishi mumkin ko'proq. Hop, mana gullarni o'zingizlar yopishtirib berdinglar. ha, gullarni polni yopishtirdik, lekin bu chiqarilgan derazani chekadigilar hamma o'zimizni qo'limizdan chiqqan narsa u. Ha, o'zingizlar gul chiqargansiz. Ha, o'zimiz figur. chiqarib, figurni qilib shunaqa chiqardik o'zimiz. Hop, bularni pagonometr yuradimi yo shu kvadratiga turadi xizmati? U metrga hisoblanadi aka bu. Pagonometr. Ha. Sir bo'lmasa narxini aytaylik, obunachilarga qiziq bo'ladi. Eng arzonishi 180 mingdan boshlanadi aka. 1 kvadrati 180 ming. Bu mana bu splashnoy devormi? Ha, splashnoy, lekin gullarimiz bundan balandroq. Gullari metrga. Metrga olinadi. Metri necha pul? Metri o'sha 350 mingdan buyog'i ketaveradi balandlar. Ha. Bu endi Andijon viloyatidagi narx, to'g'rimi? Agar Lekin boshqa yoqqa chiqsa baland bo'lib boshqa ketadi. viloyatlardan chiqsa, borib qilib beraverasizlarmi? U qilaveramiz aka, kelishgan holatda. Endi yoqdan bo'lib qolsa, endi nasib endi hozircha mana shu yerda chiqa olmayapmiz aka. To'g'risi, bu yerda ham kilitlar ko'p. Qo'lim tegmayapti. Bir 5 ta 6 ta shogirdim bor aka. Xudoga shukr, yaxshi hammasi. Hurmatli obunachilar, agar kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, Qutbin aka shu biz orqali topishingiz mumkin. Lekin hozir mana shu yerda o'zidan oshirmayapti ekan. Hozir o'chirib deyapti. Boshqa viloyatlarga ham shuni chiroyli ishlar qilib berish mumkin. Ozgina o'chirga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Qutbin aka, bu 23,5 deysiz uzunligini. Chaqlaganingizda necha razmer qoladi? 23 qoladi aka. Yarim santimetrga ilib ketadi. Yarim santimetr ikki tomondan stanoyda chiqaraveramiz kesib buni. Buni endi garantiyasi qanaqa endi uyda egasiga? Garantiyasi xudo xolasa uy buzilmasa turadigan narsa aka. Uy turguncha turaveradi. Keyin aka, mana bu shoplari, mana sement rangi turibdi-yu. Shunga qoraytirish taklifini berdingizmi uyda egasiga? Yo'q, uni egasi berdi aka. Biz buni qilib ko'rdik, o'zimiz tajribadan o'tkazib ko'rdik. Qora pigment qo'shish. Bu g'ishtga chiqib qolib rangi chiqmayapti aka bu. Shuning uchun uni hozir Yo'q, qo'lingizdagi qora g'ishtga tegib qolganda chiqmayapti deyapsizmi yo o'zi tortib olyapti? bolalar chizadi-ku uni. Chizganda hali tegib ketib qoladi ancha-muncha, shunda dog'ib olyapti aka. Chiqmayapti. Ha, o'ziga tortib Ha, olyapti. g'isht vida funiga bo'lib qolyapti-da ko'rinishi. Mana shu Samarqand g'ishti. Ha. Boshqa g'ishtlarni sinab ko'rmadingizmi? Yo'q, boshqa ishlardan sinab ko'rmadim. Uni tarjida o'tkazib ko'rmadik hali. Endi xudo xolasa yangi ishlarimiz bor. Unga qo'llab ko'ramiz aka. Ha, boshqa g'ishtlarni sinab ko'ring. Boshqa g'ishtlarda unaqa kuzatilmayapti lekin. Ya'ni qaysi chimyon g'ishtida, Hozir sopol g'ishtda, Turkman g'ishtini g'ishtida, zakaz qildik Muzaffar akamga. Xudo xolasa bir bugunmi ertami borib uni olib kelsak, xudo xolasa bir 2 kunda boshlaveramiz aka uni.
Ana shu o'zimni qo'shnim o'ldiraman deyapti, shuni Xudo xohlasa harakatimiz Shuni bor. qoraytirib ko'ringlar-da Ana o'ziga. shuni bir dog' ana shu harakat qilib ko'ramiz aka. Dog' shuni. ham yaxshi ajraydi. Ha. Yaxshi ajrab turadi. Buni ham o'z qilib berdingizmi? Yo'q, buni men o'zimni qarindashim bor, ana shu akamiz qilib berdi. Yog'ochni ichiga gul ekilgan ekanda. Xitoyda ko'p ko'rdik shunaqa. Ana shu bu o'g'li Koreyada ishlaydi, ana shunga borib jon qiziqqan mana shuni olib kelganman. Chiroyli chiqdi. Aziz do'stlar, biz yana Qutun aka usta bilan birlamiz. Andijonda keyingi obyektda. Hop, Samarqand g'ish urilgan bu yerga. Necha kvadrat urilgan Qutun aka? Bu yerga 101 kvadrat ketdi aka, bu yerga. 101 kvadrat urdik, ha. Aha. Bu ham razmeri o'sha g'ish, Ha, ya'ni bir xil. uzunligi 23,5 sm, balandligi 6 sm, eni 5 sm-lik g'ish. 1 kvadratiga nechta ketyapti? 68 tadan. 68 tadan 1 kvadrat. Hop, gullarini o'zi chiqargan. Bularni endi videoda ko'rishingiz mumkin. Ancha-muncha chang, dog' bo'lib qolgan bo'lsa, bu g'ishtni qancha yuvsangiz, shuncha chiroyli bo'lib, shuncha ochilaveradi. Shunga qancha bo'ldi mana shu uyni bitkizganlarga? 1 yildan o'tyapti aka. 1 yildan o'tdi, 1,5 yillikka qarab ketyapti hozir. Ha. Mana 1 yil bo'pti, o'z holatini yo'qotgani yo'q. Yana bir qator karchillab qo'ysa, yaltirab turaveradi. Qancha suvda yuvsa ochilaveradi aka bu ish. Ha. Laklashni tavsiya berasizmi? Yo'q, laklashni tavsiya bermayman. Nima desangiz, ancha-muncha sho'r chiqib, lahni qo'yib yuborish mumkin. Lekin jazirama issiqda chachib qo'ysa bo'laversa ham kerak, bilmayman yani. Lekin uni bir qo'llab ko'rmadik hali. Lakdimi? Ha. Qo'llaganlar bo'ldimi? Qo'llaganlar bo'ldi, endi Soyuzning g'ishiga qo'llasangiz bo'ladi. Eski g'ishlarga, Nikolay g'ishlarga. Ular Nikolaylar hozir topish qiyin bo'lib qoldi u narsani. Bu ham o'zi qadimiy chiqibdi, milliycha bo'libdi, xudo xolasa. Chiroyli chiqibdi. Xo'p, necha kunda bitdi mana shu? Mana shu hozir ikkita odam bilan urdim, o'zim bilan yana bitta odam bo'lib. Mana shu 1 oyda oshiqroq ishladik aka bu yerda. Stanoyda gul chiqarib boshqa qilib sal uzoqroq bo'lib qoldi. Shu mana shu gullar qo'lishdi asosan. Asosiy gullar, ha. Nima deydi? Arqon deb qo'yasizlarmi? Nima deysizlar? Ha, arg'amchi deb qo'yamiz. Arg'amchi. Mana shular jindan qo'lishadi. Orqasiga rasvor qo'yildimi? Buni orqasiga setka qo'yib, paxsada bu orqasi. Aha. Setka o'zimiz setkadan qo'yib, setkani ichiga mixlab turib, qatirib simda. Mana shuni orqasiga shu beton qo'ygan joyimiz ham bo'ldi, qalin joyiga. Lekin yuqori yeydigan joylariga o'zidan rasvordan tiqib oldi. Aziz do'stlar, ko'ryapsizlar, mana paxsa devorlarga ham fasadning g'ishti svaska qilib yuborsa bo'laveradi. Uzoq yillar xizmat qilaveradi. Uy turguncha turadi deyapti. Xudo xolasa. Mana pasxa devorga setka qoqib, uni qatirib, orqasiga rasvor qo'yib, beton bo'lib ketgan. Xo'sh. Yana nima savollar? Endi Qutbullo aka, uni narx-navosini aytamizmi? Narx-navosi shu gullar отдельно hisoblanadi. Aha. U kvadratiga o'sha 180 ming eng past narximiz shundan boshlanadi. 180 splashno devor bo'lsa. Ha, to'g'ri devor bo'lsa 180 mingdan beraveramiz. Ha, bo'ldi. Ayniqsa kichkina polishkalar bo'lsa chiqarib oladimi, ichidami? Yo'q, uni chiqaraveramiz uni. Ha, chiqarib olasiz. Chiqadi. Eshik, deraza chiqarib olib ketadi ular. Uni kvadratdan chiqarib olib, faqat urilgan g'ishtni o'ziga. Urilgan g'ishtni hisob qilamiz. Demak, 1 kvadratiga 68 ta. 68 tadan ketadi. Hurmatli do'stlar, kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi nomga murojaat qiling. Qo'li ustalar biz orqali topishingiz mumkin, xudo xolasa. Vodiyda qo'li ustalar birinchi qo'l. Bizga kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Aziz do'stlar, shu qo'li ustamiz keyingi obyektidamiz. Bu mana shu stilga moslashgan ekan bu mijozlari. Hozir Qutbullo aka, men ko'ryapman. Mana ona burama turibdi-yu. Aha. Shu nomini nima dedingiz? Arg'amchi. Arg'amchi. Nimaga arg'amchi edi? Arg'amchiga o'xshagani uchunmi? Ha, shuna. Aha. Ko'padan tavsiya qilyapti. Mana qanday qaysi g'ishtdan chiqqan mana shu? Bu aka Namangan g'ishtidan chiqadi u. Bunaqa razmerdagi g'isht o'zi yo'q. Sizlar chiqmay qo'ydi hozir. Yurgib chiqargansizlar. Bu necha razmerdan chiqadi? U aka bunaqasiga 6, 12 ga 25. Ha, uzunligi 25. Ha, standart razmerdagi g'ishtdan chiqaveradi shu. Nomi nima deydi buni? Buni ko'zachoq deb qo'yamiz. Ha, ko'zachoq. Bu ham mana shundan. Ha.
O'zi uy solsa mana shunday burchakka solsa chiroyli chiqar Ha. ekanda mahallani burchagiga. Aziz do'stlar, kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi nomer qo'yamiz. Shu nomerga bemalol telefon qilib murojaat qilishinglar mumkin. Kimga g'ishtlar kerak bo'lsa, birinchi qo'ldan olishinglar mumkin. Bunga obunachilar uchun narx-navolar qanaqa bo'lyapti, skidka bormi? Hozir 2025-yil 22-maydamiz. Bugungi kundagi holat, narx-navolar. Endi hozirgi kundan kunga to'g'ri hamma yoq oshib ketyapti. Ilojini boricha imkon qadar harakat qilamiz, sal jo'rroq qilib, arzonroq tushib beraveramiz. Bo'ldi. Bu endi o'tgan yilgi ishlar akalar. Hozir bu yilgi ishlarni yana keyingi videolarimizda ko'rishingiz mumkin. Yana ham chiroyli chiqqan. Bu o'tgan yilgi stil. Bu yilgi yangi trenddagi stillarni yana qo'yamiz qolsa. O'zgartirishga ketamiz. Endi to'g'ri bunda bir xil ko'rinish topib qolgan. Xudo xohlasa bu yil harakat qilamiz boshqacha stilni chiqarishga. Yana harakatimizni ishlash, yangiliklar yaratishga xudo xolasa. Qancha chiroyli bo'lsa, shuncha xonadon fayzli bo'ladi. Shuncha mijozlar Ko'payaveradi. Ham ko'payadi, ham rozi bo'ladi sizdan. Hammamizdan ham. Keyin g'ish ham chiroyli chiqadi. G'ish o'zi ming zo'r bo'lgani bilan ustaga bog'liq ekanda. To'g'ri. Usta ming qimmat g'ish bo'lgani bilan usta urishda eplolmasa, ish o'xshamaydigan g'ish ham xunuk ko'rinaverar ekan. To'g'ri. Foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.